aynan buldozer olayotganda brendini aytdik, narxini aytdik, servis xizmati bormi yo'qmi, zapchastlari bormi yo'qmi, shuni ham hisobga olish kerak. Chunki bu texnika buzilib qolsa, keyin zapchast qidirib yursa, boshqa brendlarda katalog bo'yicha zakaz qilasiz-ku. Katalog bo'yicha zapchast zakaz qilsangiz, zapchast keladi, to'g'ri tushmaydi. Shantuyda bunaqa narsa yo'q, bo'lishi mumkin emas. Chunki Shantuy o'zi har bitta detalni o'zi ishlab chiqaradi, o'zi chertyojini chizadi, o'zining texnologiyasi, modellari ham har 10 yilda almashadi. Boshqalarga o'xshab har bir yil almashtiravermaydi. Chunki ular yig'adi faqat. Shantuy o'zi yasaydi. Bizda 1 yil tekin servis bor. Endi tekin servis deganda ko'pchilik o'ylaydiki, moy bilan filtrni almashtirib beradi deydi. Unaqa emas. Biz to 1, to 2 qilganimizda bizning komanda kelganda, yo'q deganda 20 ta joyini remont qilib beradi, tortib beradi, moylab beradi, boshqa qilib beradi. Moy filtrdan tashqari. Shuning uchun 1 yil mana bizning servis tekin xizmatimizda bor. Bizning kompaniya tanlaganligi o'zi, men aytaman, sizni voditelingiz yoki operatoringiz 1 yilgacha mashinaga, texnikaga qo'lini tekkizishga kerak emas. Ikkinchisi zapchast. Bizning buldozerimizda VCI dvigateli o'rnatilgan. VCI dvigateli ko'p, samosval, ekskavatorlar, pogrushchiklarda juda ko'payib ketganda O'zbekistonda. O'sha million VCI dvigateli bor va shunaqa zapchastlar ham har qadamda buni zapchasti bor, topiladi. Bu birinchi tomoni bo'lsa, ikkinchi tomoni hali aytgandek katalog bo'yicha zakaz qilsa, shu katalog bo'yicha kelgan zapchast bu buldozerga tushaveradi. O'zini joyiga tushadi. Va uchinchisi, imенно bizning mana shu buldozerimizda, Shantuy brendining buldozeri operatorning xatosini kechiradi. Bitta muammolardan biri yuqori malakali operatorlar yo'qligida, tushunmasdan haydaydi, buzib qo'yadi. O'shanda bu operatorning xatosini 5 martagacha kechiradi. Biroz buzilib qolmaydi. Mashina ishi buldozer. Mashina ishi juda aqlli buldozer.